dunyo bo'yicha elektromobillar uchun eng qulay davlat qaysi davlatligini bilasizmi? Gap shundaki, CAPE kompaniyasi butun dunyo bo'yicha yetakchi davlatlar reytingini tuzdi va bu reyting 16 ta davlat peshqadam bo'lmoqda. Birinchi o'rinda Xitoy davlati. Bu davlatda 22 milliondan oshiq elektromobillar bor ekan. 600 mingdan oshiq elektrobuslar va 3 million 900 mingdan oshiq zaryadlash stansiyalari mavjud. Va eng asosiysi dunyo bo'yicha eng kuchli 9 ta yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari bor ekan. Ikkinchi o'rinda esa Hindiston davlati. Bu davlatda ham yirik elektromobil ishlab chiqaruvchilar mavjud bo'lib va eng asosiysi bu davlatda dunyodagi barcha elektromobillarga batareyka yetkazib beruvchi yirik korxonalar mavjud. 3 va 4 o'rinlarda esa Rossiya davlati va Turkiya davlati. Endi Rossiya davlati yirik ishlab chiqaruvchilarga juda ham katta subsidiyalar ajratgan holda juda ham katta yo'l ochmoqda elektromobillarni rivojlanishi uchun. Turkiya ham xuddi shunday yirik ishlab chiqaruvchilarni jalb qilish maqsadida juda ham katta bo'lgan subsidiyalar ajratmoqda va eng asosiysi elektrostansiyalarga juda ham katta subsidiyalar ajratdi. O'zbekiston esa bu reytingda 14-o'rinda ekan. Azizlar, bizga obuna bo'lishni unutmanglar, fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq.